Atın kim senin? Shavkat Bukharskiy. Meni atim Mamur. Kecha ne ish qilding? Kecha men videorolik tashladim. Dur, videorolikda ne deb tortding? Men Qirg'iziston xalqini so'kkanim uzr so'rayman. Hozir emne so'raysan qirg'iz elinden? To'g'ri, bir dusham gapir. Ha, uzr so'rayman, jonlari sog' bo'lsin. Qirg'iz xalqiga lishni unaqam yo'q. Uzr so'rayman. Boshini Tutsang beri. Kalena geçinim so'raysan. O'tir endi. Sen milyonlagan adam uchun hozir nakalena geçinim so'raysan. Dur. Hozir put qirg'iz eli kelet bu jaqachi bo'lbosan. Tur desiz endi. Dur. Tur uka qayerda nima bo'ldi? Uyg'otasan meni? Dada ayting. Dur deyim. Dur. Nakalena qiladi. Shkamga qiyni to'dalar. Meni qara, ömrüngde tizelep geçinim so'ragansinmi? Yo'q. Geçe qirg'izlarni geçinim so'ratdim dedingmi sen? Nakalena o'turg'izdim dedingmi qirg'izlarni sen? Men videorolikka. Videorolikda. Jo'q, turib tursan. Videorolikda aytdingmi? Nakalena o'turg'izdim qirg'izlar dedingmi? Nakalena qirg'iz eli uchun o'tirasin o'sha yerda, geçinim so'rab o'tirib. Uzr so'rayman Qirg'iziston xalqiga. O'tur deymen sana, o'tur. Söyleyeysinmi? Qirg'iziston xalqidan uzr so'rayman. Nepravильно поступка qilman. Jonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Всё. Boshini bo'ldi.